Ro'zaning salomatlikka ta'siri. Mo'minlarning ushbu ibodatni ado etishga muhabbatlari va shijoatlari yanada oshishi uchun tibbiyotga asoslanib, ro'zaning foydalarini ochib berishga harakat qilamiz. Olib borilgan tadqiqotlarda ro'za qon bosimining ko'tarilishi bilan bog'liq 100 dan ortiq kasalliklarga davo bo'lishi aniqlangan. Xususan, ro'za qon bosimining ortishi, qandli diabet, surunkali astma, nafas olish, yurak, jigar, allergiya, surunkali ekzema, teri kasalliklari kabi juda ko'plab kasalliklarga shifo bo'ladi. Ayniqsa, ro'za yurak saratoni, miya xurujiga qarshi samarali sanaladi. 2016-yilda Nobel mukofotiga sazovor bo'lgan yaponiyalik olim Yasunori Asumi aniqlagan eng qiziq holatlardan biri من مكة حبيبي نور سطع المدينة ularni energiyaga aylantirib